AQShda Husanovdan sensatsiya kutishyapti. Salom futbol ishqibozlari, sizlar bilan yangi Top Liga kanali. Bugungi dasturimizda Manchester City ekspertlari Abduqodir Husanov haqida nimalar demoqda? Bugun shu haqida gaplashamiz. Shunday ekan, videoni oxirigacha tomosha qiling va fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. AQSh maydonlarida FIFA tomonidan yangicha formatda tashkil qilingan klublar o'rtasidagi jahon chempionati musobaqasi boshlandi. Nufuzli musobaqada dunyoning turli mintaqalaridan 32 ta jamoa ishtirok etmoqda. Manchester City bu turnirga O'zbekiston milliy terma jamoasi markaziy himoyachisi Abduqodir Husanovni ham jalb qilgan. Manchester City faoliyatini yoritib kelayotgan nufuzli manbalardan biri Manchester City News portali eksperti Darren Looney klublar o'rtasidagi jahon chempionati shaharliklarning 3 futbolchisi Phil Foden, Oskar Bob va Abduqodir Husanov faoliyatida muhim ahamiyat kasb etishini tahlil qilib chiqdi. Manchester City ayni paytda Floridada joylashgan va klublar o'rtasidagi jahon chempionatining birinchi uchrashuviga tayyorlanmoqda. Dastlabki bahs 18-iyun kuni Marokashning Vidat klubiga qarshi o'tkaziladi. Shuningdek, G guruhidan Italiyaning Juventus va Birlashgan Arab Amirliklarining Al Ayn jamoalari ham joy olgan. Pep Guardiola bu chempionatga kuchli tarkibni olib keldi. Futbolchilar orasida 3 nafar uchun bu turnir alohida ahamiyat kasb etadi. Ular yangi mavsum oldidan Guardiola boshchiligidagi murabbiylar shtabi ishonchini oqlab, jamoaga kerak o'yinchi ekanligini yana bir bor isbotlab qo'yishlari talab etiladi. Futbol afsonasi Roy Keane hali Abduqodir Husanov o'z vazifasini to'liq uddalashiga ishonch bildirgan. Klublar o'rtasidagi jahon chempionati o'zbek futbolchisi uchun asosiy tarkibga qaytish uchun zo'r imkoniyat. Bu turnirda Abduqodir Husanov o'zi maydonga tushmagan 3 oy davomida nimalarni o'zlashtirgani va o'rganganiga ko'rsatib qo'yadigan maydon bo'lib xizmat qiladi. Klub rahbariyati va xodimlari o'zbek futbolchisining Etihaddagi kelajagi porloq ekaniga ishonch bildirayotganini alohida ta'kidlash lozim deb yozmoqda Manchester City News portali eksperti Darren Looney. Qadrli futbol muxlislari, siz nima deb o'ylaysiz? Hamyurtimiz Abduqodir Husanov klublar o'rtasidagi jahon chempionatida o'zini ko'rsata oladimi? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.